Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan yili qo'ygan nok daraxtimiz mana bu yil 4 yosh bo'ldi. O'tgan yilgidan ko'ra ham hosildorligi zo'r. Karmen navi. Mana to'rga bir sxemada ekilgan. Mana o'zini o'zi changlatishi, sovuqqa chidamliligi zo'r ekan bu nokda. Har yili shunaqa hosilli. Endi buni o'stirmaganimiz ko'proq hosil olish uchun mana odam bo'yi bo'lgan. Yaqin ekiladi, o'zi bu nok sekin o'sadigan sortlardan. Hosilni oladi, lekin o'sishi sekin bo'ladi. Shuni hisobiga 1 metrga ekiladi mana. Hali bir-biriga xalaqit bermaydi. Hosildorligi mana zo'r, kalibrini yetkazishi yaxshi, suvga, sovuqqa chidamliligi yaxshi. Mana bu tomonlarni ham qani ko'rsataman. Bu 3 yoshli, bunisi 4 yoshli mana. Juda mazasi shirin. Hozirgi kunlarda 30 ming, 35 ming atrofida sotilyapti. Endi rangi, mazasi, chidami bo'yicha ham aytib o'tishimiz kerak, zo'r ekan. Bizning muhitga, shart-sharoitlarga to'g'ri keldi. Ko'chatlardan ko'paytirib, xalqimizga yetkazishda davom etamiz. Ko'chatlari bor. Xudo xolasa, noyabr oyiga 100 mingtadan oshiq ko'chati bor. Hammaga yetadi. Xudo xolasa, telefon qilaverasizlar. Nomerlar qoldiraman.